Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudayar Saint Steven podcast YouTube kanalının ziyaretini 7 mart günü qəbul qildi. O, muxbirning savollariga javob berib, o'zining qisqacha tarjimonini, ya'ni Şərq Türkistanda tug'ilib, oilasi bilan Amerikaga panohlik izlab chiqqanini, Oklahomada cho'ng bo'lganini, Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga qatnashganligini, dadasining buningga ishtirok qilganligini, Sharq Turkistonda o'zgarish bo'lganligini va jug'rofiylik siyosiy vaziyatda o'zgarish bo'lganligini, 2016-yildan boshlab Sharq Turkistondagi urug' tuqqanlar bilan aloqasining uzilganligini, sababi Xitoyning jazo lagerlarini qurib, xalqimizni tutqun qilib qamaganligi, keyin Amerikadagi o'xshash ideyadagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlar bilan inson haqlarini qo'g'dash, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamiyatga tunutish, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun ahamiyatli harakat qo'llanishni talab qilish, milliy o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash kurishimizni qo'llashni qo'lga keltirish maqsadida Sharq Turkiston milliy uyg'unish tashkilotini qurganligini, bu g'ayratidan Sharq Turkiston diasporasida ko'zga ko'ringachga 2004-yili qurilgan Sharq Turkiston surgunda hukumatiga 2019-yili kirganligini, hozir Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri bo'lib vazifa o'tayotganligini, Sharq Turkiston xalqining siyosiy, inson haqlarini talab qilib, bo'libmi mustamlikadan qutulish va mustaqillikni asliga keltirish kurshi bilan shug'ullanayotganligini, Sharq Turkistonning tarixini, ya'ni Sharq Turkistonning Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning ona makoni ekanligini, tarixiy nuqtadan qaraganda eng az 5-asrda Turkiston deb bilinganligini, buning turklarning ana yurti ekanligini tushuntirganligini, ayni vaqtda turk qog'onligining Sharq Turkistonni boshqarganligini, keyin asta-asta O'rta Osiyoga kengayganligini, 17-asrda G'arbiy va Sharq Turkiston deb ayrilganligini, 18-asrda Rus imperatorligi G'arbiy Turkistonni bo'ysundirganda Sharq Turkiston toki Qing xonadonligi ishg'ol qilguncha mustaqilligini davomlashtirganligini, Sharq Turkiston bilan Xitoy bergan nom Şinjanning farqi siyosiy bog'lanishga ega ekanligini, Xitoy qo'ygan Şinjan degan nomning Xitoy uchun yangi yer bo'lib hisoblanadigan mustamlika qilingan zamin ekanligini tushuntirganligini, Sharq Turkiston degan nomning Turkistonning g'arbidan farqli jug'rofiylik rayonni ko'rsatadiganligini, Sharq Turkistonning amaliyotda bir jug'rofiylik siyosiy rayon ekanligini, 1884-yili tunji qatim Şinjanga o'zgartirilganligini, 1933-yili qurilgan mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining Sovet ittifoqining aralashishi bilan 1934-yili ag'dirilganligini, 10 yildan keyin 1944-yili yana bir qatim Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurganligini, Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy Xalq Jumhuriyati 1949-yili 22-dekabr kuni ishg'ol qilguncha mustaqilligini davomlashtirganligini, 1955-yili rasmiy turda Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga o'zgartganligini, Uyg'urlarning Sharq Turkistonning yerli xalqi ekanligini, arxeologik va DNA tadqiqoti Uyg'urlarning qadimgi ajdodlarining muz davrining oxiridan boshlab Sharq Turkistonda yashab odatlanganligini, 9 yoki 10 ming yil ilgari Hun turklari bilan aralashib ketganligini, Uyg'urlarning asosligi Hindu-Yevropa turk xalqi bilan aralashib ketgan xalq ekanligini, tilining turkiy tillar sistemasiga tava ekanligini, Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi eng cho'ng etnik guruh ekanligini, 1921-yili Sovet ittifoqi mezgilida Uyg'ur degan ismning qayta jonlanganligini, uni oldida yerli xalqning o'zining millatini sirtqi jihatdan turk deb ataganligini, ichki jihatdan Qashqariya degandek yer nomi bilan ataganligini, o'zbeklar bilan Uyg'urlarning farqini, ya'ni o'zbeklarning qorliq bo'yidan kelganligini, %80-90% Uyg'urlar bilan o'xshab qoladiganligini, turk oilasiga tava ekanligini, nurg'ulg'an hukumatlar irqiy qirg'inchilik jinoyati deb e'tirof qilgan, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qattiq zarba berish, terrorizmga qarshi turish harakati boshlanib 2 yil ichida dastlabda Xitoylar 15 bilan 45 yosh oralig'idagi erlarni nishon qilib, davlatga qarshi radikal isyonkorga aylanishga moyil deb qaraganligini, qo'llashga erishish uchun xalqaroga terrorizm bilan kurash qilayotgandek ko'rsatganligini, keyin barliq xalqqa umumlashtirganligini, chet ellarda munosabatlik yaqini odami bo'lganlar, diniy e'tiqodga ega bo'lganlar, saqal qo'yganlar, sirtda xizmat qilganlar yoki cheniqqanlar, aroq tamaki iste'mol qilishni, cho'chqa go'shti yeyishni rad qilganlarning oshqun,
terrorist deb atalib, Xitoy qayta tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlariga avatilganligini, 1,2 million ortiq Xitoy davlat ma'murlarining oilalarga yerlashib, oilalarni kuzatib, sadoqatmanligini sinaganligini, agar aholilar 90% dan tuvan numur elib qolsa, layoqatsiz bog'lanib, jazo lagerlariga qamalganligini, har bir oilada birdan pichoq bo'lishga ruxsat qilganligini, pichoqlarni oshxonaning temiga zanjirlaganligini, hatto pichoqlarga oila sonliq ma'lumotlari bo'lgan shifr bekitib bog'laganligini, agar boshqa yerda pichoq bayqalib qolgudek bo'lsa, barliq oila a'zolariga mas'uliyat yuklanganligini, muhojiratda yashayotgan uyg'urlarning mamlakatdagi urug' tuqqanlari bilan aloqasining uzilganligini, urug' tuqqanlarining oshqun bo'lguncha deb qaralib, lager va turmalarga qamalganligini, egalishcha tuqqanlardan 4 kishining lagerlarda va turmalarda o'ldirilganligini, ularning o'zi bilan telefon aloqasi qilganligini, boshqalarning ahvolidan xabarsiz ekanligini, ularning hech qanday uchurini ololmayotganligini, boshqa davlatlarda, ya'ni qo'shni davlatlarda yashayotgan tuqqanlarning o'zi bilan aloqani uzganligini, bo'libmi xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatidan arz sungandan keyin aloqasining tamoman uzilganligini, qo'shni davlatlarning Xitoy bilan istixborot bexatarlik munosabat hamkorligini o'rnatganligini, ba'zi davlatlarning minglagan uyg'urlarni chegirdan qo'g'lab chiqarib Xitoyga topshirib berganligi, ularning jazo lagerlariga qamalganligini, Xitoyning saxtlik bilan atalmish terrorizmga qarshi turishni bahona qilib, qayta tarbiyalash markazlari deb qurib olgan jazo lagerlarining maqsadini, ularning 2020 yil sentabrdagi o'zining Aqtashliq kitobida bayon qilinganiga qaraganda, 2014 yildan 2019 yilgacha har yili 1,290,000 ortiq xalqni kasbiy tarbiyalashni bahona qilib, atalmish qayta tarbiyalash markaziga Xitoyga sodiq qilib tarbiyalash uchun sulg'anligini, 2014 yildan 2019 yilgacha 7,880,000 kishini tutqun qilib so'lganligini, oshkorlangan hujjatlardan qaraganda, Shi Jinping va uning katiboshlarining bizning yiltizimizni quritib etishga, manbasimizni uzib tashlashga, qul qilishga tegishliklarini qul qilishga, o'tmishi va kelib chiqishi bilan bo'lgan munosabatini uzib tashlashga, ularni tamoman bo'ysundirishga muhtoj ekanligini, 2017 yili atalmish Şinjanning partkom sekretari Chung Chuanguoning leksiya so'zlab, asosiy masalaning millionlagan uyg'urlarning mustaqilligini asliga keltirish ideyasining ta'siriga uchraganligini, buni tuzatishga muhtoj ekanligini aytganligini, shunga irqiy qirg'inchilikni burunlab planlab 2009 yili noyabrda Xitoyning Davlat mudofaa universitetida so'zlagan bir leksiyada Tayvanni elish va Sharq Turkiston masalasini vasita qilib, Xitoy bilan Amerika o'rtasida 2030 yili urush portlaydiganligini, agar Tayvanni ishg'ol qilganda Amerikaning 300,000,000 milliongacha Uyg'ur askarlarini qurollantirib, bir kechada G'arb bilan Sharqning turbi yo'lini kesib tashlaydiganligini, shuning bilan urushda mag'lub bo'lganligini, shu sababdan bu masalaning jiddiy oldini olmasa bo'lmaydiganligini, shunga terrorizmga qarshi kurashni boshlashning ahamiyatli ekanligini so'zlaganligini, 2010 yildagi rasmlarga Google yer shari xaritasiga qaraganda, atalmish qayta tarbiyalash jazo lagerlarini qurishga boshlaganligini ko'rgili bo'ladiganligini, 2020 yili jazo lagerlarini taqaganligini aytgan bilan, amaliyotda kuzatish munorini elayotganligini, uydudan tortilgan rasmlarga qaraganda, 2025 yilga kelganda jazo lagerlarini kengaytganligini, sanoatlashgan qurilishlarni ahya qilganligining, irqiy qirg'inchilikning hatto 2026 yilida izchil davomlashayotganligining sababi ekanligini, Xitoyning yolg'on so'zlaydiganligini, dunyoning parvosizligidan foydalanib, kasbiy tarbiyalash universitetlariga o'zgartayotganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2 hafta ilgari e'lon qilgan dokladida Xitoyning majburiy emgak programmasini yo'lga qo'yib, 2021 yildan 2025 yilgacha 13,700,000 nafar majburiy emgak kuchini yetkazganligini bayon qilganligini, buning majburiy emgakka selish va insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qiladiganligini, Xitoyning yolg'on so'zlaydiganligini, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin xalqaro jamiyatning diqqatining burilib ketganligini, ham Xitoyning jazo lagerlarining mavjud emasligidan iborat saxta tashviqotini qanot yaydirganligini, xalqimiz duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi ovoz chiqarayotgan g'arb davlat hukumatlarining Xitoyning Rossiyaga besim ishlatib urushni to'xtatishni ta'min qilib sukut qilishga boshlaganligini, amaliyotda Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan do'stlik munosabatining buzilmaydiganligini, Shi Jinpingning Putinga ishg'ol qilish uchun chirog' yoqib berganligini, nurg'ulg'an davlatlarning iqtisodiy jihatda Xitoy bilan giralashib ketganligini,
Angliya bosh ministri yaqinda tijoriy hay'ati bilan birlikda Xitoyni ziyorat qilganda inson haqlari dafsanchiligi haqida bir narsa demaganini, qanday qilganda iqtisodiy hamkorlikni texmo kengaytirganligi haqida so'zlashganini, bu hamkorlikning irqiy qirg'inchilikni cho'nqurlashtirishga yordamchi bo'ladiganligini, bundan foyda oladiganligini, agar irqiy qirg'inchilikqa qarshi siyosat yurgizganda foyda ololmaydiganligini, shunglashqa ovozini chiqarmaydiganligini, Xitoyning siyosiy va iqtisodiy besimining davlatlarning sukutini barliqqa keltiradiganligini, garchi qayta takrorlanmasin va'dalari bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan, ayblagan bo'lsa-mu, hech qanday ahamiyatli harakat qo'llanmaganligini, Xitoyning iqtisodiy va diplomatik qo'llashi sababidan musulmon davlatlarning Uyg'urlarning yanada turmaganligini, Sharq Turkiston surgunda hukumatining 2004-yili sentabrda qurilganligini, Sharq Turkistonning mustaqilligi, egilik huquqini asliga keltirish uchun kurash qiladiganligini, ikkinchi qatam qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining harbiy va siyosiy amaldorlariga varislik qiladiganligini, nishonining xalqaro jamiyatning qo'llashini qo'lga keltirib, Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyat va mustamlikani oxirlashtirib, Sharq Turkistonning mustaqil egilik huquqini asliga keltirish uchun kurash qiladiganligini, diqqatni qo'zg'ab, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ideyasini xalqimizning milliy o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini saqlab qolish va xalqaro sahnada Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilib, mustaqil egilik huquqini asliga keltirish uchun kurash qiladiganligini, muhojiratda saylam va bağlashlarni elib borganligini, muhojiratdagi 100 ming nafar Uyg'urning Amerika Oqsaroyning irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini, mustaqillik va egilik huquqini asliga keltirish kurashini qo'llashini talab qilganligini, muhojiratda saylam va bağlashlarni elib borganligini, muhojiratdagi 90-92% dan ortiq Uyg'urning Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladiganligini, Xitoyning oshkorlangan hujjatlaridagi bayonlaridami millionlagan xalqimizning mustaqillik ideyasining ta'siriga uchraganlikdan tutqun qilinib qamalganligini, hatto 1955-yili Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga o'zgartib 1957-yili avtonomiya huquqi berimiz deganda xalqimizning o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash huquqimizda mustaqilligimizni asliga keltirishda ching turganligini bildirganligini, qo'rchoq hokimiyat ostida soxta avtonomiya huquqini yurgizganligini, xalqimizning 70 yildan beri izchil namoyish qilib qo'zg'olon ko'targanligini, Amerikaning 300 ming, ya'ni 1,5 million Uyg'urni qurollantirishdan qo'rqishning sababining bundan iborat ekanligi, shunga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini, 1950-yili Xitoy generali Wang Jin Sharq Turkistonni bo'ysundirg'ili kelganda Mazdonga xat yozib, xalqimizning avarchilik tug'diradigan xalq ekanligini, shunglashqa bularning hammani yo'qotish kerakligini, buning uchun ruxsat berish kerakligini yozganida Mazdonning hozir yo'qotish vaqti emas, vaqt bilan bu ishni qilish kerakligini yozganligini, 70 yil o'tgandan keyin Xitoyning g'oyat zo'r kuchga aylanganligini, hech kimning uningga qarshi chiqishga petinolmaganligini, Xitoyning buni fursatga aylantirib, nishonni amalga oshirganligini, Mavzuning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqining nufusining 7 milliondan 9 million orasida ekanligini, 95% ni egallaydiganligini, Xitoyning 2 yoki 3% mo egallamaydiganligini, Sharq Turkistonga yerlashgan 300 ming nafar Xitoyning 200 ming nafarining askar, 100 ming nafarining ma'murlar va normal omma va boshqa hukumat amaldori ekanligini, Sharq Turkistondagi Turkiya xalq nufusining ishg'ol qilingan dastlabki mezgilida 95% ni egallaydiganligini, Xitoyning 2020-yildagi nüfus statistikasiga qaraganda Xitoy nufusining 40% ning ustiga chiqqanligini, Uyg'urlarning nufusining 44-45% ga tushganligini, Sharq Turkistondagi turk nufusining aran 57-58% ni egallaganligini, irqiy qirg'inchilikning hozirgi eng yuqori pallaga chiqqanligini, Uyg'urlarni umumyuzlik nishon qilganligini, 1950-yildan buyangi eng oxirgi nishonga yetish planini ilgari surayotganligini, keyingi 10-15 yilda vaziyatning o'zgarmaydiganligini, Xitoyning maqsadining bizni osonlikqa aylantirib, eng oxirida pak-pakiz yo'qotib etmoqchi bo'lganligi, millionlagan xalqimizning qul amgaki zavodlarida atalmish qayta tarbiyalash markazlarida qul qilinayotganligini, 578 mingdan ortiq xalqimizning 5 yildan muddatsiz qamoq jazosigacha jazolanganligini, Xitoyning 1 milliard 400 milliondan ortiq nufusining ichida 33% ning turmaga tashlangan osonlik etnik guruhlarni tashkil qilganligini, millionlagan bolalarning oilasidan ayirib etilib, davlat qo'llagan maktablar va doriltamlarga qamalganligini, uydudan tortilgan rasmlardan
Sirtdan hech kimning kirolmaydigan jazo lagerlari, egiz qo'pirilgan tomlar, kuzatish munaralarini ko'rgili bo'ladiganligini, yuz minglagan ayollarning, ya'ni 300 mingdan ortiq ayollarning majburiy tug'mas qilib etilganligini, bularning hammasining Xitoy hukumatining o'zining sonliq ma'lumotlari ekanligini, o'tgan 30 yilda Xitoyning plandan sirt 3 million 700 ming bolaning tug'ilishining oldini olganligini bayon qilganligini, bunda qilganda xalqimizning ular uzundan beri deb kelayotgan osonliq millatga aylanib qolmay, yana 50 yilda mavjudlikni yo'qotadiganligini, buni o'zgartirish uchun cheklik imkoniyatning qolganligini, birdan bir qiladigan ishimizning mustaqillikni asliga keltirish ekanligini, 1987 yillari Estoniya milliy uyg'onish harakatining Sovet ittifoqidan mustaqil bo'lish uchun qayta bosh ko'targanda g'arbdagi siyosatchilar, jurnalistlarning, mutaxassislarning Sovet ittifoqining parchalanish fikrining reallikqa uyg'un kelmaydiganligini aytgan bo'lsa-mu, 2-3 yildan keyin Sovet ittifoqining parchalanganligini, xuddi shuningdek Xitoyning parchalanishining vaqt masalasi ekanligini, xalqaro besim va ichki o'zgarishning belgilaydiganligini, yaqinqi Xitoyning ichki qismida yuz berayotgan generallarni ishdan bo'shatishning Kompartiyaga sadoqatsizlikning ifodasi ekanligi, Xitoyning ichki qismida iqtisodiy va siyosiy xirisning mavjudligi, bularning hammasining taraqqiyot va rayonlik jug'rafiyalik siyosiy vaziyatga tayindiganligi, nurg'ulg'an davlatlarning Xitoydan andish qilishga boshlaganligini, xalqaro jamiyatning Xitoyning insoniyatni taraqqiy qildirmay bo'ysundirishni maqsad qilganligini bilib yetganligini, bularning hammasi birlashib qandaqdir cho'ng jug'rafiyalik siyosiy o'zgarishni keltirib chiqardiganligini, keyincha bir necha yilda Sharq Turkistonning mustaqil bo'lish fursatining tug'ilish imkoniyatining borligini, u vaqtgacha xalqimizning mavjudligini saqlash, xalqaro kun tartibda mustaqillik ko'rishini qanot yaydirganligini, Ramazon oyida xalqimizning Ramazon tutishi, ibodat qilishining cheklanganligini, islomning Sharq Turkistonda cheklanganligini, Xitoyning musulmonlarning e'tiqodini qo'g'dash fikrlarining Xitoy musulmonlariga qartilganligini, ammo Sharq Turkiston xalqiga kelganda milliy, diniy, kultural kimlikning bostirilganligini, balaliq vaqtlaridagi Sharq Turkistonda o'tkazilgan ko'ngillik Ramazon faoliyatlarini, 20-30 yil ilgari Sharq Turkistondagi Ramazonning hozirgidek nachar o'tkazilmaydiganligini, hozir butunlay Xitoyning qonun tuzumlari orqali boshqarilganligini, Xitoy ma'murlarining oilaga cho'chqa go'shi elib kelib yeyishga sunadiganligini, rad qilganda tutqun qilinib so'linadiganligini, hamma narsaning besim ostida bo'ladiganligini, ko'z oldimizda xalqimizning, kulturimizning yo'qotilayotganligini, eng oxirida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Sharq Turkiston surgunda hukumatiga aloqador bilimga erishish uchun Sharq Turkiston surgunda hukumatining ijtimoiy axborot vositalariga ergishishni talab qilganligini anglatdi. Millatini so'ymagan kishi hayvondanmi past hayvondir. Dunyoda yashayotgan jimiy hayvonlarning o'ziga loyiq to'rdoshlari, qandoshlari bor bo'lib, ular o'zlari bilan ismdosh va suhbatdosh bo'lganlar bilan jamiyatlashib, to'plashib yashaydi. Bular tabiatlaridami bir-biriga o'xshamaydigan ayrim xususiyatlarga ega. Ular ana shu xususiyatlar asosida bir-birini so'ydi va bir-birini himoya qiladi. Turnani misol qilsak, turnaning to'rdoshlari xeyli jiq, ammo ular faqatla suhbatdoshlari bilan jamiyat bo'lib yashaydi. Turnalar uçsimi hammasi teng uçidi. Navada oralaridan birarsi qatordan qilib orqada qolgudek bo'lsa, qolganlari suratni astiltib, orqada qolganni qichqirishib to'pqa qo'shib oladi. O'tlayotganda, uxlayotganda navbatlashib qarovullik qilib, o'tlashidi va uxlashidi. Qachonki dushmanning sharpsini sezib qolsa, darhol bir-birini qichqirishib, ogohlantirishib turib qetishidi. Navada birər sayğızxanğa düşməni hücum qılğudek bolsa, başqa sayğızxanlar bir bo'lib yig'ilib birlikda mudofaa qilishadi. Agar düşmən sayğızxanni o'ltirib birər joyga esib qo'ygudek bo'lsa, başqa sayğızxanlar buni ko'rish bilan tang bir-birini darhol chaqirishib, yig'ilib maqtovlarga, ya'ni meyitlarga atab musibat murosimi o'tkazishadi. Kalaga birər düşmən hücum qılğudek bo'lsa, başqa kalalar to'plashib birlikda o'zlarini mudofaa qilishadi. Navada ular qarindishining qini to'kilgan yerini sezib qolsa, to'plashib mo'rishidi va uning tilida yig'ilishib musibat murosimi qilishidi. Qarg'ining qamdosh va rangdoshlari xeyli ko'p. Shundoq tursimi tabiatda doim bir-bir bilan moslashib kelganlar bilan jamiyat bo'lib yashaydi. Masalan, quzg'un qarg'ining tabiati tog'da yashash bo'lib, yirtqich hayvonlardan eshib qolgan go'shtlarni yoki bo'lmasa, o'zi o'lib qolgan narsalarning go'shtini tepib yeydi.
Mana bu xil xususiyat boshqa tabiatli qarg'alarda bo'lmaganligi uchun bu quzg'unlar faqatla o'zining suhbatdoshlari bilan jamiyat bo'lib yashaydi. Va tumshqi qizil va ya qora ranglik bo'lgan qarg'alar texmi o'xshamaydi. Ularning odati tog'ning to'shki yoki kavkida bola chiqirib yashaydi. Ularning yeydiganlari ushshoq tosh. Shundoq bo'lganligi uchun ular o'z tabiati bilan bir xillikqa ega bo'lgan qushlar bilan to'plashib jamiyat bo'lib yashaydi. Yana texa el-yurt orasida yashaydigan qora qarg'alarmi bor. Ularning turmush odati shuki, ular daraxtda bola chiqirdi. Yeydigan narsalari uruqliq donlar, yoz fasllarida qurt qo'ng'iz, paqa kaslanchuklarni yeydi. Ularning odati yuqorqi ismi va rangi o'xshash bo'lgan ikki turli qarg'alar bilan bir xil bo'lmaganlikdan ularga qo'shilmaydi va o'zlari ayrim jamiyat bo'lib yashaydi. Ko'k qarg'a va oq qarg'alarmi bor. Ularning tabiati va rangi yuqorqi 3 turli qarg'alar bilan bir xil bo'lmaganlikdan rang va sifat e'tibor bilan har biri ayrim-ayrim jamiyat bo'lib yashaydi. Gerçi ahvol yuqorqidek bo'lsa-mu, lekin bir butun umumiy hayvonlarning tabiatida qandash va sifatdoshlarini himoya qilish, tug'ilib cho'ng bo'lgan joylarini yaxshi ko'rish xususiyatlari bor. Shundoq bo'lganligi uchun bu hayvonotlar uzun tarix mobaynida o'z naslarini va ismlarini saqlab kelishmoqda. Hayvonotlardagi mazkur xususiyatlar ba'zi insonlarda bo'lmag'achqa, ular dunyoda o'z tarixini va naslini yo'qotgan. Shunga qandashlarini, ism sifatdoshlarini so'yish, yurt makonini so'yib, uni himoya qilish qatorliq an'analar umumiy hayvonotlar orasida bor bo'lgan o'rtaq hodisadir. Acaba bizim ham canlıqlar dünyasının bir a'zosiga, shundoq turib, nima uchun biz o'z xalqimizni, yurt makonlarimizni so'yish uchun da'vo qilmaymiz? Bu xususda nimishqa çalışmaymiz, xizmat qilmaymiz? Agar biz shu hayvonlardek tariximizni saqlab qolish uchun xizmat qilmasak, u chaqda toshqa o'xshash mutlaq jismga aylanib ketishimiz lozim bo'lib qoladi. Bu aqlga to'g'ri kelmaydigan bir ish. Dunyodagi insonlar kashfiyot qilganda har millat o'z millatini dunyoga xo'ja qilish uchun ijod qilib, shu orqali o'zlarining mavjudlik tarixini saqlash yo'lida xizmat qilishadi. Shu yo'lda harakat qiladi. Dunyoning uzoq tarixida insonlar to'pining bir-birlari bilan bo'lgan talash tortishlarmi natijada o'zlarining milliy mavjudligini saqlashdan kelib chiqqan. Yevropada saksonlarga mansub bir qancha millat bor. Bular til, rang, turk jihatlarda bir-biriga bekli yaqin. Shundoq turib ular o'zaro tushunishganlari bilan birlikda jamiyat barpo qilib, ayrim davlat bo'lib yashaydi. Yevropada yana Slavyan irqiga mansub xeyli ko'p millat bor. Bular orasida tili va tabiati bir-biriga yaqin bo'lganlari jamiyat shakllantirib, o'z oldiga davlat bo'lib yashashadi. Shundaqdimi bular orasida turib urushlar, to'qinishlar yuz berib turadi. Bizmo shu insonlardek milliy tariximizni saqlab qolishimiz uchun xizmat qilishimiz kerak. Halbuki insonlikdan iborat umumiy nomimizga loyiq bo'lgan ishni talab qilish tabiiy haqqimiz bo'lishi kerak. Navada biz milliy mavjudligimizni saqlash kurshidan voz kechgan taqdirda hayvonlik, ya'ni tirik jonliqlik tabiatimiz voz kechishimizga yo'l qo'ymaydi. Milliy mavjudligimizni yo'qotmoqchi bo'lganlar avval o'zlarining hayvonlik, ya'ni tirik jonliqlik sifatidagi mavjudligini saqlash tabiatini o'zgartsin-da, undan kelib bizga kepini qilsin. Bu bir yil mobaynida Sharq Turkistonlik milliy matbuotchilarga qarta matbuot orqali xeyli ko'p hujumlar bo'lib o'tdi. Hozirmi bu hujumlar Ostrtdan davomlashyapti. Amaliyotda hokim millat Xitoylarning bundoq qilishi mundaq uch xil holatdan xoli emas. Birinchi, umumiy ma'noda hayvon, ya'ni jonliqlar turining tabiiy xarakterini e'tirof qilmasligi. Ikkinchi, o'zining mustabid hokimiyatini Sharq Turkistonda saqlab qolish uchun milliy asabiysining irqchilik zihniyatining bosh ko'targanligi. Uchinchi, bularning kallasiga baynalminalchilik mafkurasi, ya'ni internasionalizm ideyasining o'rnab qolganligi. Mana shular sababli ular millatchilarni yomon ko'rishadi. Tuvanda men mazkur matbuotlarga shu savolni bermoqchiman. Acaba bizlar hayvonmi? Agar biz hayvon bo'ladigan bo'lsak, u chaqda bizning hayvonlik sifatimiz bilan o'zimizga ism sifatlash bo'lgan hayvonlar bilan jamiyatlashib yashash va mavjudligimizni saqlab qolish yo'lida kurash qilganimiz qilgan. Agar biz inson bo'ladigan bo'lsak, u chaqda o'xshashlar bu kurashni qilganimiz qilgan. Bizlar insonlik degan ismdan iborat o'rtaq nuqtai nazar bo'yicha barcha insonlar bilan o'rtaqlikqa ega bo'lsakmi, ammo xususiy ism sifatimiz o'z oldimizga bir millat bo'lganligimiz nuqtasidan turuq, til va rang jihatlardan ayrim xususiyatlarga egamiz. Shuning uchun bizmo tabiatimizdagi xususiyatlarimizning taqozosi bo'yicha milliy mavjudligimizni saqlab qolish yo'lida kurash qilamiz va bu yo'lda harakat qilamiz. Kimki o'z tabiatidagi milliy xususiyatlari bo'yicha milliy mavjudligini saqlash yo'lida kurash qilmaydigan, undaq kishi o'lik tap yegan quzg'un qarg'idan, nijosat yegan
Qara qarğıdınmı pəs hayvandır. Avtori Asadulla Shayxzoda. Mənbə Ərik gazeti 228 son. 1948 yılı 15 dekabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.